Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Şarkı Türkistan avazının gündelik haberlerini görüşünüzden karşılamız. Aldı bilen Uluq Ramazan eyinlağı mübarek basın. Cenab-ı Allah'tan bu ay bu günlerde kalan barlık ibadetlerinin kabul buluşunu sorayımız. Şundakla bu Uluq ayının bizden vətensizlikimizden ahirleşi, şundakla istiklaliyetimizden başlanış ey buluşunu Cenab-ı Allah'tan tövencilik bilen sorayımız. Tövende diktanlar haberlerimizden asasi mezmunları basın. Türkiye Diyanet İşleri Ministerliği'nin başlığı Ali Arbaş bu yıl Ramazan ayidine oxşaşla taravih namazının öylerde okuşunun uygun ekanligini qararlaştırganligini bildirdi. Amerika Xitoyga qarshi turish uchun strategik raqobat qonunini o'tirib qo'ydi. Xitoy Kompartiyasi ko'chma aplarni majbur yo'l qo'ymoqda. Turkiya Qrim tatarlarining turalg'i uy masalasini hal qilib beradigan bo'ldi. Xosiyatlik shundaqla yaxshilik ayi bo'lgan Ramazan ayi. Tövende dehtanlar haberlerimizden tepsili mazmunları basın. Türkiye Din İşleri İdarəsinin başlığı Profesör Doktor Ali Arbaş, Ramazan ayında taravih namazını mescitlerde emas, öğle okuşunun uygun ekanligini qararlaştırganligini bildirdi. Ali Arbaş, asaslıq temisi Şifa-i Ramazan bolğan 2021 yıllık Ramazan ayı münasibetlik axbarat vasıtalarının xabarlandirish yig'inida qatnashib, 13 aprel günü başlandığı Ramazan ayı hakkında toxtulup, Xitoy virusu yuqum sebebinden Ramazan ayında taravih namazını mescitlerde emas, belki öğle okuşunun uygun ekanligini qararlaştırganligini ta'kidlab, agar Ramazan ayı ichida Xitoy virusu yuqumining taraqqiyotiga qarab masjidlarda taravih namozi o'qishga bo'ladigan imkoniyat o'tirg'i chiqsa, bu to'g'riliqmi qaror chiqarib xalq bilan o'rtaqlashadiganligini, Diniy ishlar oliy komiteti nomi bildirganidek zarur tepilganda ro'zador holatda vaksina emlatkizishda hech qanday bahs yo'qligini, bu ahvolning ro'zini buzmaydiganligini bildirgan. Saudiya Arabiston rasmiy xabar agentligi Sipaning xabar qilishicha, Haj va Umr ministrligidan bir aloqador mas'ul kishi Xitoy virus yuqumiga qarshi turish uchun qo'g'dinish tadbirlarining yo'l qo'yilganligini bildirib, Ramazonda Ka'bada mumkin bo'lganda sig'imchanlik doirasida faqat Xitoy virus vaksinasi emlangan yoki ilgari yuqumlanib saqlagan kishilarga umr qilish va namoz o'qish ruxsati berilganligini bayon qilgan. Saudiya Arabiston Ramazon mezgilida Makkadagi Masjid Haramda va Madinadagi Masjid Nabaviyda 5 vaqt namoz, juma namozi va tarovih namozi o'qilganligini, davlatdagi boshqa jamoalarning yuqumga qarshi tadbirlarga rioya qilgan asosda ochiq bo'ladiganligini e'lon qilgan. 8 aprel günü Amerika Kengash Palatasi Tashqi munosabatlar komiteti Amerikaning Xitoyga qaratgan universal strategik raqobatini kuchaytirish uchun partiya hal qilgan qonun loyihasini o'tirib qo'ygan. Hamda bu yangi loyihasida Uyg'ur masalasiga alohida o'rin berilgan. Bu qonun loyihasi hukumatdan Xitoyning kunsir kuchayotgan ta'siriga taqobil turish uchun bir qator diplomatik va strategik harakatlarni qo'llanishni talab qilgan. 2021 yildagi strategik raqobat qonuni deb atalgan bu qonun loyihasida kishilik huquqni ilgari surish, bexatarlik yordam bilan ta'minlash va ta'tir tashviqotga qarshi kurash qilish orqali Amerikaning Xitoyning dunyoviy ta'sirini kengaytirish o'rinishiga taqobil turish iqtidorini yuqori ko'tarish tadbirlari o'tirib qo'yilgan. Bu qonun loyihasi 280 betlik bo'lib, Amerika hukumatining Amerikaning Hind Tinch okean rayonidagi siyosiy nishonni amalga oshirish uchun kerakli bo'lgan harbiy mablag' selishni oldin qo'rin qo'yishi va 2022 yildan 2026 yilgacha bo'lgan vaqtni planlash kerakligini, Hindiston Tinch okean rayoniga jami 655 million dollar, Hindiston Tinch okean dengiz bexatarlik tashabbusi va boshqa programmalar uchun 450 million dollar mablag' bilan ta'minlab, Amerikaning Hind Tinch okean rayonidagi strategik muqimlikka kapolatlik qilishini. Uningdan boshqa qonun loyihasi yana Tayvanni qo'llaydiganligini qayta ta'kidlab, Tayvanning Hind Tinch okean strategiyasidagi muhimligini hamda Tayvan bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishga chaqirib, Tayvan bilan Amerika o'rtasidagi rasmiy aloqani cheklamaslik kerakligini, mazmun jihati Amerikadan har qanday chet el hukumatiga o'xshash Tayvan bilan o'zaro fikr almashtirishni, o'xshash til va qoida usul ishlatishni talab qilgan. Shundaqla kishilik huquq jihati mazkur qonun loyihasi Amerika hukumatining Hong Kong va Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsirlanchilik to'g'risidagi dokladlarni topshirishni talab qilgan. Hong Kongda demokratiyani ilgari surish uchun 10 million dollar ajratib bergandan boshqa, Sharq Turkistondagi majbur emgak munosabatlik jazo yurgizish, sistemalik bosqinchilik, majburlash xarakterlik bola tushirish, majburiy tug'mas qilish yoki majburiy amaldorlikdan saqlanish operatsiyasi qilishga qarata jazo yurgizish qatorliqlar ko'rsatilgan. Qonun loyihasini Amerika Kengash Palata a'zosi, Kengash Palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi Bob Menendez va Cumhuriyetchilar partiyasining a'zosi Jim Risch qatorliqlar birlik tunishtirgan bo'lib, 21 aprel Kengash Palatasida ovoz qo'yildi ekan. Xitoy Kompartiyasi ko'chma telefonlarga atalmış davlatlik aldamchilik qarshi turish markaziy qo'llanishchan yumshoq detalni majburiy o'rnatqizish jarayonida nurg'un kishilar qo'pol muomalaga uchragan.
Yaqında bir qism to'rdoshlar vaksina emlashda, mehmonxonalar tizimlatishda, har qanday ommaviy so'rovlarga borganda davlatlik aldamchilik qarshi turish markazi detalini o'rnatishga majbur bo'lgan. To'rdoshlarning bildirishicha, agar mazkur detalni o'rnatmasa, ularning ishxona binosi, xizmat, maktab, hukumat tarmoqlariga kirib har xil kasbiy ishlarni bartaraf qilishga, turli savdo tijorati, mehmonxona, metro va boshqa ommaviy qatnash, mahalla qatorliqlarga kirishiga yo'l qo'ymaydiganligini so'zlagan. Egilinishçi bu atalmış memleketlik aldamchilik qarshi turish markazi Yanfon yumshoq detali Xitoy Kompartiyasi Jamoat xavfsizligi ministrligi Jinoiy ishlar razvedka idorasi tomonidan yasalgan bo'lib, mart oyining oxirida kishilarga majburiy tushirgizib o'rnatishga zo'rlab, bu orqali aldamchilikning o'limlik oldini olib, kishilarning pul xaltasini qo'g'dag'ili bo'lganligini bildirgan. Bu appni tizimga oldirishda ism, adres, telefon nomeri, kimlik nomeri qatorliq 29 modda talab qilingan. Hatto abonentlarning sezgur chiroy uchurlarini yuklashini talab qilgan. Bu app telefondagi qisqa uchur rasmlarni o'qib qolmay, yana qisqa uchur rasm va telefondagi hujjatlarni o'chirib o'zgartira oladi ekan. Hozirgi texnik taraqqiy qilib, texnik atrofli nazorat qilish orqali har bir kishini 360 gradus nazorat qilib, hech qanday qutulish imkoniyati bo'lmaydi ekan. Chunki hozirgi zamonda cho'ngdan kichik hamma odam Yanfon ishlatadi. Türkiye vatanidan ayrilishga majbur bo'lgan Qrim tatarlari uchun Ukrainaning Kiev, Mykolaiv va Kherson shaharlarida 500 turalg'u yasab beradigan bo'ldi. Muhit asrash va shahar qurilish ishlari ministri Murat Qurum Twitter hisobida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning mansabdoshlari bilan birga tunugun Turkiyada rasmiy ziyorati bo'lganligini va Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo'g'anning sohibxonligida chaqirilgan Turkiya Ukraina yuqori saviyalik strategik kengashiga qatnashganligini bildirdi. Murat Qurum Ukraina muavin bosh ministri Oleksiy Rezniko bilan Qrim tatar xalqi vakillari va Ukraina fuqarolarining foydalanishi uchun turalg'u qurilishi bo'yicha hamkorlik o'rnatish doirasida ramka kelishim imzolaganligini bildirib, mazkur kelishimning vatanlardan ayrilishga majbur bo'lgan Qrim tatarlari uchun turalg'u silib berish loyihasi bo'yicha tunji konkret qadam bo'lganligini, kelishim doirasida Kiev, Mykolaiv va Kherson shaharlarida 500 turalg'u soladiganligini, ishga oshirmoqchi bo'lgan bu loyihaning muhit va shahar qurilish sohalarida yangi qadamlarning tashlanishiga to'p qo'yishni umid qilganligini, hozirdan boshlab birlikda yapmaqdigan bu loyihaning Turkiya Ukraina do'stlik uchun xayrlik bo'lishini bildirgan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo'g'an va ayoli Amina Erdo'g'an Turkiya Ukraina yuqori darajalik strategik kengashining 9-navbatlik yig'iniga qatnashish uchun Istanbulga kelgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va ayoli Olena Zelenskiy bilan kashlik ziyofatda birga bo'ldi. İstanbuldagi Huber sarayida o'tkazilgan hay'atlararo uchrashuvdan keyin e'lon qilingan xitobnomada Ukrainaning xalqaro e'tirof qilgan chegara doirasidagi zamin butunligi va egilik huquqini Turkiyaning shartsiz qo'llaydiganligi qayta ta'kidlanib, Qrim Avtonom Jumhuriyati va Sevastopol shahri bilan Donetsk va Luhansk rayonlarining ishg'oliyatidan ozod qilinish qatorliq Ukrainaning xalqaro e'tirof qilingan zamin butunligini asliga keltirishni maqsad qilgan harakatlarda davomli o'zaro moslashish qaror qilingan. Xitobnomada yana Rossiya Federatsiyasining Qrimni qonunsiz holda o'ziga qo'shib olish masalasini muzokara qilish uchun Qrim munbari qurib chiqish muqarrarlashtirilgan bo'lib, vaqtli ishg'oliyat ostidagi Qrim Avtonom Jumhuriyati va Sevastopol shahrida kishilik huquqni qo'g'dash va qonunsiz qo'lga olingan Qrim tatarlarini o'z ichiga olgan barliq Ukraina fuqarolarining qo'yib berilishi uchun xalqaro qonun doirasidagi tirishchiliklarni o'zaro moslashgan holda davomlashtirish qaror qilindi. Ukrainaning Shimol Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish kerakli ta'kidlangan o'rtaq xitobnomada yana Shimol Atlantik ahdi tashkilotini o'z ichiga olgan ikki taraflik va ko'p taraflik mexanizm orqali Qora dengiz rayonining bexatarligi va muqimligini qo'llashni maqsad qilgan hamkorlikni oshirish qaror qilindi deyildi. Ramazon oyi aylarning eng afzalidir. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda mundaq deydi: Ramazon oyini gunohi mag'firat qilinmagan holda chiqarib etgan kishi xoruzar bo'lsin. Bu oyda shaytonlarga kishan selindi. Atrofni namoz, zikr va Qur'on tilovatlari qoplagan bo'ladi. Mana shundaq bir muhit ichida nafsini kontrol qilish va uni Alloh yaxshi ko'radigan, u rozi bo'ladigan ishlarga yuzlantirish osonga to'xtaydi. Mana bu iymonni uyg'otish va uni kuchaytirishdagi muhim vositalardan biridir. Shuning uchun har birimizning bu oyning har bir daqiqalari va har bir lahzalaridan unumli foydalanish uchun muayyan plan tuzishi va bu oy uchun alohida tayyorlik ko'rishi intayin muhim. Roza tutish. Roza ibodati Alloh yo'lida jihad qilish farz qilingan har bir ummatning Alloh yo'lini zaminda qaror qilishi, tanning barliq jiddiy ehtiyojlari ustidan g'olib kelishi, xatarlik oqibatlar va tikanlar bilan to'lgan yo'lning mushaqqatlariga bardoshlik berishi va atrofini qamab turgan nafs rag'batlari va shahvatlarni yengish uchun hozirlikdir. Chunki roza tutish irodani tavlaydigan va bo'y bermas havoyi havasni bo'y egdiradigan ibodatlar ichidagi eng buyukidir. Shuningdek, roza tangdassiz ibodat deb ta'riflangan edi. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda mundaq deydi: Roza tutgan, uning o'xshash yana bir ibodat yo'qdir. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Roza xatoliklarga kaforatdir. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Kishilar o'zining oilasi, mol-mulki, nafsi, farzandi va qo'shnisi qatorliqlarning haqida xatolik sodir qilib qo'ydi.
Uning ro'za tutqini, namoz o'qig'ini, xayr-ehson qilg'ini va yaxshilikni buyurib, yomonlikdan to'sqini xatoliklar uchun kafarat bo'ladi. Ro'za tutquchiga Allohning rahmat yo'llashi va farishtalarning mag'firat talab qilishining o'zi bu ibodatning sharafining buyukligiga yetarlikdir. Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Sahar o'rinlaridan turib ro'za tutquchilarga Alloh rahmat yo'llaydi va farishtalar mag'firat talab qiladi. Ro'za ibodati do'zaxdan saqlaydigan qalqondir. Shundaqla jannatdagi Rayhon nomli eshikdan faqat ro'za tutquchilar kira oladigan bo'lib, ular to'liq kirib bo'lganda u eshik taqib etiladi. Ochlikning foydasi va to'qlikning ziyni. 1. Ochlik qalbni saflashtiradi, zehnni ochadi va farosatni o'tkirlashtiradi. Chunki to'qliq to'tlikni keltirib chiqarib, yurakni eg'irlashtirib etadi. Balki kichik bolami ko'p yevasa, as tutish qobiliyati yo'qab, zehni bo'lg'anadi. Tushunish va idrok qilish qobiliyati astilab ketadi. Shuning uchun Luqman hakim o'g'liga mundaq nasihat qilgan edi: "O'g'lim, oshqozon to'ysa tafakkur uxlaydi. Hikmat farosatga alishib, a'zolar ibodat qilishdan yaltiydi" degan. 2. Qalbni yumshatib suzuklashtiradi. Buning turtkisida qalbning qat'iylik kuchayib, zikrning ta'sirini o'ziga yuqtiradi. 3. Ochlik tufayli kibr sunib, o'zini tovan tutadigan bo'ladi. Haddidan eshish va Allohdan g'ofil yurishning asosi bo'lgan o'zbeshimchilik, huzur halovat va haqavurlik qatorliqlar yo'qab, nafsga bo'y bermas bo'ladi va hech narsaga ochlik tanbaginidek tanbamaydi. Ana shu chaqda u o'zining Rabbiga taslim bo'lib, uningdan qo'rqidi va uning huzurida o'zining ojiz va arzimas ekanligini ifodalagan holda turadi. 4. Ochlik gunoh ma'siyat shahvatlarini mag'lub qilib, yomonlik buyurg'ichi nafsini o'zining hukmronligi ostiga oladi. Gunoh ma'siyatlar shahvat quvvatlarining asosiy manbasi va kelish joyi yemak-ichmakdir. Yemak-ichmak ozligan sari shahvat quvvati ojizlab mangadi. Kimi baxt saodatlar kishining o'z nafsini kontrolligiga elishi va nafsining o'ziga ega bo'lib olishiga rahimsizlarcha taqobil turishidan kelgandir. Shunlashqa Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin paydo bo'lgan tunji bid'at to'qliq bo'ldi. Kishilar qo'rsiq to'ygan sari nafslarni bu dunyoga atib etishdi. 5. Uyquni qochiradi. To'ygan kishining va to'yib yeb-ichib ko'ngan kishining uyqusi eg'ir bo'ladi. Ko'p uxlash umrni zoyi qilib etadi, tahajjudni qo'ldan ketkazadi. Zehnni do'tlashtirib, qalbni qasovatlashtirib etadi. 6. Az yeyish badanning sog'lomligini oshirib, kasallarni chiqarib tashlaydi. Kasal bo'lishning asosiy sabablaridan biri ko'p yeyishdir. Yana kelib kasal odamni ibodatdan qo'yadi. Qalbni tashvishga solib zikr qilishdan va tafakkur yurgizishdan cheklab qo'yadi. Turmushni ko'ngilsizlashtirib, kishini to'g'ri yeyishga va doktorga muhtoj qiladi. Tamoqni oz yeyishdan yuqorqilarning hammasidan saqlanqili bo'ladi. 7. Kirimni azaytadi. Chunki oz yeb ko'ngan kishiga ehtiyojdan chiqqudek pul pichak kifoya qiladi. To'yg'ich yeb ko'ngan kishi davomli qo'rsoq g'amida yuradi. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.